Endi Allayorov Saykalbek ikkinchi o'g'lim. U bo'lsa Koreyada o'qib keldilar. Keldilarki, aya dedi, Singapurda juda chiroyli o'qish bor ekan, zo'r ekan, birinchi o'rinda turar ekan, kuchli ekan dedi. O'qiging kelyaptimi? Ha dedim. Mayli bor dedim. 4 ta bolasi bor. O'zim qarayman bolam dedim. Shu bilan Singapurga ketdilar. Singapurda yurganda prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev borib qoldilar. Endi Saykalbek bilan gaplashib juda ma'qul tushdi. Unga aytdilar, Saykalbek ketasanmi, shu yerda qolasanmi dedi. Ular bo'lsa biz olib qolamiz deb turgan ekanda. Yo'q, men ketaman, o'zim yurtimga, meni oilam bor, ayam bor, farzandlarim bor dedi. Bo'lmasa seni shu bugundan boshlab Adliya vaziriga ishga oldim dedi. Keyin Adliya vaziriga ishga oldilar. 3 oy zo'rg'a turdi. Chunki men mana yerda o'zim yolg'iz qolgandim-da. Aya, siz yolg'iz qoldingiz. Men endi ishlay olmayman sizni tashlab. Men endi Toshkentga keta olmayman. Uyim bor, joyim bor, o'rgangan joyim. Xudoga shukr, men ham o'zimga yarasha mehnat qildim. Shunaqa hozir Saykalbek Termiz davlat universitetining yuridik fakultetida katta o'qituvchi bo'lib, Yaponiyani $80,000 grantini yutib oldi. Yutib olib, ingliz tilida kutubxona ochdi. Juda katta ish qildi.